Assalomu alaykum qadrli vatandoshlarim, sog' salomat yuribsizlarmi aziz kuzatuvchilar, boringizga shukur. Bugun bir aylanib chiqqan edik Nurobod tumaniga. Furqat bog'i asablarga bir dam berish maqsadida shifokorimiz aytgan edi-da, bir kunda hech bo'lmasa yarim soat o'zingiz uchun vaqtingizni ajratib, tinchgina joylarda, bog'larda shokoladlar yeb, marojnalar yeb aylansangiz, asabingiz tinchlanib dam oladi degan edi. Bu hayot tashvishlari insonni yosh qarisiga qaramasdan boshidan tashvishlar toshini yog'dirar ekan. Mana shu yoshimizga qaramasdan ancha-muncha qiyinchiliklar, hayot tashvishlarini ko'rib, asablar to'g'risi tugab tamom bo'lgan joyiga yetib qoldi-da. Juda ham bir stressga tushib qolgan holatimiz ayni yoshda. Davolanishga hech imkon yetmaydi. 4-5 yildan buyon niyat qilamiz bir lecheniya olishni. To'g'risi oilaviy sharoit to'g'ri kelmagani uchun, imkoniyat bo'lmagani uchun hech bo'lmasa bepul imkoniyatdan foydalanaylik deb bir aylanishga chiqdik-da. Yaxshi kayfiyat barchangizga hamroh bo'lsin. Sog'lik, omonlik tilab qolaman. Ko'rishguncha.